Aholi sonini ro'yxatga olish mamlakatda yashovchi barchaga tegishli bo'lgan demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, baholash, tahlil va e'lon qilishning yagona jarayoni. Har bir ma'muriy hududiy birliklar kesimida, ya'ni viloyat, tuman, shahar, shaharcha va qishloqlardagi aniq aholi soni respublikani iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishda sohalar bo'yicha manzilli dasturlarning tayyorlanishidir. Jon boshiga yalpi hududiy va yalpi ichki mahsulot hamda boshqa ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirish uchun ilmiy izlanishlarda foydalaniladi. Uylaringga borganda nom qilingan, uylar raqamlar berilgan, ko'chalaringga nomlar berilgan. Bularning hammasini o'z navbatida belgilangan tartibda bizlar ishlarini oxiriga yetkazish, ularni olib boryapmiz. Mana mahalla bilan, hokimiyat bilan, kadastr bilan birgalikda ishlab, qaysi mahallaning qaysi ko'chasida ko'cha nomlari yo'q bo'lsa, nomlar o'rnatilyapti. O'zlarining xabarlarini bir mana qarshida yurgan bo'lsalar, har tomonga strilka bilan qo'yib qo'yibdi. Ko'chalar qaysi yo'lga kirsang, qanaqa ko'chaga kirganliklaring. Bu chunki birinchidan aholini ro'yxatga olishimizga juda katta yordam beradi-da. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarma mutaxassislari tomonidan Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining iqtisodiyot fakultetida respublikamizda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha seminar tashkil etildi. Muloqot davomida 2026-yil iyul-avgust oylariga aholini ro'yxatga olish rejalashtirilgan bo'lib, bu tadbirni o'tkazish tartibi, maqsadi, vazifalari to'g'risida tasdiqlangan normativ-huquqiy hujjatlar bilan tanishtirib o'tildi. Aholini ro'yxatga olish tadbiri muhimligi, aholini ro'yxatga olish tadbiri nima uchun kerakligi to'g'risidagi tushunchalar, mazmun mohiyati to'g'risida batafsil tushunchalar berildi. Davra suhbati savol-javob tarzida o'tkazildi. Talabalar o'zlari qiziqtirgan savollarga to'liqlicha javoblar olishdi. Talabalar va statistika mutaxassislari o'rtasidagi aholini ro'yxatga olish bo'yicha o'tkazilgan ochiq muloqot savol-javob shaklida o'tdi. Yigit-qizlar bergan barcha savollariga mutaxassislar tomonidan javoblar berildi. Kelgusidagi ishlar belgilab olindi.